Nimaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bola ko'rmagan odam, "Yo Rasululloh, 10 yildan beri bola ko'rmayapman, bir nima duo o'rgatsinlar" desa, istig'for ayt deyaptilar-da. Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Oyat o'qiveradilar. Istig'for ayt, Xudo gunohingni kechiradi, tozalansang Alloh so'raganingni beraveradi. Osmondan rahmat va baraka yomg'irlarni yog'dirib beradi. Molingga, joningga Alloh baraka beradi. Befarzand bo'lsang farzand ko'rasan. Kasbingda baraka bo'lmasa Alloh senga baraka beradi. Yana oxirat kunida ostidan anhorlar oqib turgan jannatni Alloh senga nasib qiladi. Bu istig'for aytilayotganligi sababidan. Gunohni to'xtatadigan istig'for, gunohni yo'qotadigan tavba. Allohdan sizman biz shunaqa ibodatda davom bo'lishligini so'rashligimiz kerak. Aytayaptilar, aqlli odam gunohdan saqlanishligi lozim. Ki bir gunohda deyaptilar, bitta gunoh tufayli 10 ta balo kelar ekan. Bitta gunoh qilsa odam 10 ta balo insonga keladi. Endi inson o'zini o'zi tahlil qilishi mumkin-da, menda nima gunoh bor? Nima bo'lyapti menda? Alloh o'zi hammamizga tavbani nasib qilsin, tavba nasuhni nasib qilsin. Shu Xudoning huzuriga borgunga qadar tavba qilib onadan tug'ilgan at-taibu minaz-zambi kama la zamba lahu. Tavba qilgan odam gunohsiz bo'lib qoladi. Xudo hammamizga shu maqom martabani nasib qilsin.